Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchi aziz aka-ukalarim, joninglar sog'mi, sog' salomat, yaxshi o'tisizlarmi? Xo'sh, bugun haftaning shanba kuniga Sergeli mashina bozoridamiz, xudo xolasa. Mashinalarimizga yangilik kiritilib, bitta oq 22 olib keldik, 38 yurgan top toza gazlari bilan. Mashinamiz ishlab chiqargan yili 22, bor 38 yurgan, metan gaz qo'yilgan, yaxshi balon, pult narsalar bor, lekin kraska absolut toza. Shu mashinamizni qisqacha obzorini qilamiz. Shu mashinamiz mana. Probegimiz 38 ming bo'lgan. Yangi metan gaz qo'yilgan. Balonlarimiz holati ham ideal turibdi. Mashinaning bir joyda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Holati juda zo'r. Mashinamiz Toshkent shahar mashinasi. 22-yilda ishlab chiqarilgan, bori 38 ming bo'lgan o'rtoqlar. Bu mashinamiz xo'sh 3 ming dollar bilan 12 ta viloyatga nasiga chiqib ketadi. Bank olaman desanglar, xohlagan bankdan avtokredit qilib beraveramiz, naqdga narxini kelishtirib beramiz. Bunga so'rab turgan narximiz o'rtoqlar 11.900 dollar so'rab turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. Kanalga kirib, like, podpiskalar daymanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa mashina qidirgan tanish bo'lsangiz, tashab qo'yinglar.